Allohning buyrug'i, payg'ambarimiz alayhissalomning qavllari bilan qizingiz Singil sultonni o'g'limiz Jondor o'g'li Lochinga berishingizni so'rab keldik. Ergunbek, keldingiz, niyatingizni bildirdingiz. Kelgan ham, keltirgan ham sog' bo'lsin. Ammo bu ishlar hisob-kitob ishlari emas. Albatta ko'ngil ishlaridir. Bizning dinimizda, urf-odatimizda ma'lum usuli, asosi bor. Biz oldin usulga, asosga murojaat qilaylik. Madomiki bu ishlar hisob-kitob emas, ko'ngil ishlari ekan, oila tosh bilan, g'isht bilan emas, ko'ngil bilan quriladi. Xullasi kalom, so'ralayotgan ko'ngil meniki emas. Ko'ngil Tangrining taxti. Tangrim, qizim Singil sultonning ko'nglida nima bitgan, qayerdan bilamiz? Bejizga rizosiz gulzorning guli uzilmas deyilmagan-ku. Albatta otasiz, lekin oila qurishda qizim erkin. Uning o'z haqqi bor. Haqqidan foydalanish esa uning huquqi hisoblanadi. Qani oldin qizimizning fikrini so'raylik. Keyin sizga qarorimizni bildiramiz. Bu holda bizga ruxsat. Hozirdanoq muruvvatingiz bilan biror xushxabar kutamiz. Inshaalloh. Shayxim aytadiki, aybni ko'rgan g'aybni ko'ra olmaydi. Layloni ko'rmagan Mavloni ko'radimi, Yunus afandi? Sen qanchalik go'sht suyakdan tashkil topgansan? Majnun Layloning ko'zlarini so'ng bor ko'rgan bir tashlandiq itning xizmatkori bo'lmadimi? Bu it mening yorimning ko'zlarini oxirgi marta ko'rgan ko'zlarning sohibidir, Yunus afandi. O'zi kelib meni topadi. Sen Laylo bilan Majnunni faqat bitta deb o'ylaysanmi? Ishq tugaydimi, Yunus afandi? Ishq tugamasa, Laylo tugaydimi? Majnun tugaydimi? Majnunning ko'zlarini so'nggi bor ko'rgan itning ko'zlari tugaydimi?